Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Strana agentligining axborotiga ko'ra, Zelenskiy yana jiddiy va kechirilmas xatoga yo'l qo'ydi. Uni hokimiyatni hech kimga bermasligi uchun bir vaqtning o'zida mudofaa vaziri Fyodorovni va bosh qo'mondon Sirskiyni ishdan haydashi armiyaga juda qimmatga tushdi. Negaki Ukraina armiyasini yangi bosh qo'mondoni Mikhail Drabati ishga kirishgandan beri Kiyev 6 ta hudud bilan 8000 nafarga yaqin askaridan ayrildi. Stranani qo'shimcha qilishicha 23-iyul kuni Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi markaz bo'linmasi zirhli texnika ishtirokida olib borilgan faol hujum harakatlari natijasida Belitskaya shahrini to'liq ozod qilib, shaharni o'z nazoratiga oldi. Stranaga ko'ra, hozirda shahar Ukraina qurolli kuchlarini alohida qolgan jangarilar guruhlaridan tozalanmoqda. Belitskaya shahrini nazoratga olinishi esa Rossiya qo'shinlarini Dobropolye yo'nalishidagi pozitsiyalarini yana mustahkamlaganini anglatadi. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotiga tayanib xabar berishicha, Ukraina 23-iyul kungi janglarda barcha frontlarda 1420 nafar harbiy, 19 ta artilleriya tizimi, 1 dona ekipajsiz kater va 480 ta dron bilan 17 ta harbiy zirhli avtomobil yo'qotgan. Ukraina Moliya vazirligi rasmiy saytidagi xabarga ishonilsa, Rossiyaning 23-iyul kuni bir kunlik yo'qotishlari 1460 nafar harbiy, 3 ta qanotli raketa, 1688 ta dron bilan 12 ta harbiy zirhli avtomobilni tashkil qilgan. Eshitmaganlar uchun eslatma, Ukraina qurolli kuchlarining yangi bosh qo'mondoni 1+1 telekanaliga bergan intervyusida Rossiya aholisini yashashga haqqi yo'q millat deb atadi. Uni so'zlariga ko'ra, Rossiyani Ukraina uchun qo'shni davlat deb atab bo'lmaydi. Shuningdek, u Donbass aholisi haqida ham keskin fikrlar bildirib, ularni Sovet ittifoqini qoldig'i deb atadi. Avvalroq Mikhail Drabati Ukrainada Britaniya elchisi oldida tiz cho'kkani uchun tanqid qilingan edi. Shuningdek, u jahli chiqqanida xizmat tekshiruvsiz brigada qo'mondonlarini lavozimidan ozod qilgani ham aytilgan. Eslatib o'tamiz, Zelenskiy sobiq mudofaa vaziri Fyodorovni pul masalasi tufayli lavozimidan chetlatgan. Chunki u korrupsiya mablag'larini qayta taqsimlashi mumkinligidan xavotir olgan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Yuriy Kasyanov hafta ko'zgusi muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. Uni ta'kidlashicha, Kiyev rejimi rahbari bu mojaroli istifoni jamiyatga mudofaa kompaniyalarining ulkan daromadlari haqidagi haqiqatni aytmasligi uchun amalga oshirgan. Kasyanovning so'zlariga ko'ra, Fyodorov mamlakatdagi keng ko'lamli korrupsiya haqida yaxshi bilgan, ammo u pul hammaga yetsin degan yondashuvni qo'llagan. Bu esa uni o'z lavozimidan chetlatilishi bilan yakun topdi. Aniqrog'i, Zelenskiy sheriklikni xohlamadi. Endi Qo'shma Shtatlarni Eronga qarshi davom etayotgan hujumlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Qo'shma Shtatlar Markaziy qo'mondonligi CENTCOM o'zining X'dagi sahifasi orqali 23-iyul kuni Eronga qarshi yangi havo hujumlari to'lqini boshlanganini ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari havodan 13-bombardimonlar seriyasiga start berdi. Eronning Fars agentligining axborotiga ko'ra, 24-iyulga o'tar kechasi Amerika Qo'shma Shtatlarining hujumlari natijasida Bandar Abbos, Amidiya, Endimeshk, Ahvos shaharlari hamda Keshim orolida portlashlar sodir bo'lgan. Aytgancha, Donald Trump 23-iyul kungi o'z bayonotida, agar Husiychilar yana kemalarga hujum qilsa, buning uchun Eron javobgar bo'lishini bildirdi. Trumpning so'zlariga ko'ra, bunday holatda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy choralarni nafaqat Husiylar harakatiga, balki Tehronga qarshi ham qo'llaydi. Yaqinda Husiylar Yaman havo hududi va portlar ustidan nazorat o'rnatilganiga javob sifatida Saudiya Arabistoniga nisbatan dengiz qamali joriy etilayotganini e'lon qilgan edi. 23-iyul kuni esa ular Qizil dengizda Saudiya Arabistoniga tegishli neft tankeriga hujum qildi.
Endi Bild agentligini Germaniya aholisi nomidan Bundestagga yo'llagan asosli e'tiroziga o'tamiz. Bild agentligining ochiqlashicha, Germaniya hozirda import qilinayotgan tabiiy gaz uchun Rossiya bilan uzoq muddatli gaz shartnomalari amal qilgan davrga nisbatan taxminan 5 barobar ko'proq mablag' to'lamoqda. O'sha paytlarda amerikalik tahlilchilar Rossiyani gazni siyosiy qurol sifatida ishlatishda ayblagan edi. Ayni vaqtda esa Amerika Qo'shma Shtatlari va Norvegiya Germaniyaga gazni Rossiya sotgan narxdan 5 barobar qimmat narxda sotmoqda. Shu bilan birga ular Germaniya sanoati og'ir inqirozni boshdan kechirayotgan bir paytda Berlin uchun tinch va do'st mamlakatlari sifatida baholanmoqda. Bu esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron aytganiday Amerikacha do'stlik hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Macron Fransiyaga Amerika Qo'shma Shtatlarini gazni Rossiyanikidan 4 barobar qimmatga sotayotgani uchun shunday degan edi. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.